Hozir eshityapsizmi shu o'qinni? Ustalar bilan parallel ravishda ish davom ettiryapmiz. Biz bugun Nikitinaga kelganmiz. Bu mahallani hamma biladi. Mana shu mahallaga ikkita xonadonga yangi kelgan elegant modelimizni qo'yib beryapmiz. Komplektimiz juda ham chiroyli bo'lgan, nejniy bo'lgan, lehki klassik, yengil klassik uslubida ishlangan. Kravatlarimizdan big size 2 metrga 2 o'lchamlarda ortoped HB matrasli. Shkaflarimiz shunaqa katta, 6 eshikli ishlangan, ichlari juda ham qulay. Yangi kelgan partiyalarimizda ichida mana shunaqa stroyni tortma seyflari bilan o'zida uzun vishilkali, polkali, pachishliqniklar. Bundan tashqari bu qismlarda shunaqa bo'ylari baland bo'lgan vishilkalarimiz kiyimli g'ijim bo'lib qolmaydi, umuman muammo bo'lmaydi. Bu qismida bo'lsa o'sha kastam yukiga mo'ljallab o'rtasiga перегородкаlar berilgan vishilkalarimiz soni yanada ko'paytirilgan. Komplektatsiyamizning tumbuchkalari ham shunaqa chiroyli qilib noshkalarda ishlangan, tandem mexanizmlar, zavodskoy stroyniy mexanizmlar bu yerda. Trimoga ahamiyat berasizlar. Chesteri bilan shunaqa chiroyli nejniy ishlangan trimoyimiz. Bittagina qoshida guli bor, so'kilida ikkitagina. Tamam, oqcha guli yo'q, bezagi yo'q, o'ziga mos juda chiroyli qilib pufiklari ishlangan. Chesterlarimiz ham shunaqa katta, ranglari albinosi krokodil tsvetda. Ranglari juda ham zo'r, hamma yoqqa tushadi. Tandem mexanizmlar, o'zida stroyniy, o'sha qimmat mexanizmlar qo'yilgan. Kevraslar bemalol o'zini yotoqxona, mehmonxona, stol, penal komodlari jiloy holatda keldi. Xudo xolis o'vin zavodidan keldi. Hammanglarni kutib qolamiz. Hamyonbop narxlarda Arlida mebel salonidan xarid qilasizlar. Hurmat bilan Arlida mebel jamoasi.